Namangan shahar Becha mikrorayon dunyo do'kondamiz. O'z ijod bajaramiz. Mana nolla bor, non markazi. Ha, birovni Toshloq tepalarshi ham Instagram qo'ydim. YouTube'ga lavash yegan bor edim. 22-sentyabrda Rahmatullo Bilol oshxonada ham bor edim. O'shan hammasini qildim, xotirjam bo'ling, Baho aka. Nima dedilar Baho aka? Hech videoga nimaga gapiribdilar-da. Mana shirinliklar. Yo'q, hammasi har xil. Zaytun ham bormi? Yo'q, zaytun yo'qmi? Mana sutlar, qatiqlar. Sari yog'lar, sirlar. Kolbasalar. Soch boyaydigan. Tak, mana go'shtlar, tovuq go'shtlar. Tak. Qatlama o'zingizlar qilasizlarmi yo'q kelishadimi? Damashq. Damashqni necha pul ekan? Ha. Hop, ijodni bajarib bo'ldik. Bo'pti. Yo'l nariga bet 6-mikron Tekin supermarket. Ha, ichkarni avzor qilib chiqdim, Davron. Mana Kosonzopeta, Oqtepalar birinchi filial. Yondagi Binnissimo. Hop. Ilgari Mis burger bo'lgan, keyin Lazzat burger, hozir Lola lavash. Mana Tekin supermarket 6-mikrorayon. Sharq shirinliklar. Dorixona ilgari Abdulfaz oziq-ovqat do'kon bo'ldi. Mana Sabo burger. Hop. Mana yo'l nariga betga 5-mikron yetib keldim. Abbos magazin, yondagi Dunyo magazin. Tugatdi, mana kaput.